Koreyaga ishlashga ketgan o'zbekistonliklar ogohlantirildi. Koreyada E7 va E9 vizalar asosida ishlayotgan o'zbekistonliklar ogohlantirildi. Bu haqda Migratsiya agentligi xabar bermoqda. Qayd etilishicha, mazkur vizalar asosida ushbu xorijiy davlatda ishlayotgan ba'zi fuqarolar ish joyini norasmiy ishlarga almashtirmoqda. Bu esa turli salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bunda fuqaro ishdan bo'shatilsa, 1 oyda ish qidiruvchi sifatida ro'yxatdan o'tishi, 3 oy muddatda yangi ish beruvchi topib, rasmiy shartnoma tuzishi shart. Bunga amal qilinmasa, katta miqdorda jarima, noqonuniylik maqomi va deportatsiyaga olib kelishi mumkin. Migratsiya agentligi bilan tuzilgan shartnomada ham ish joyini kelishmasdan tark etmaslik qat'iy talab hisoblanadi. Agentlikka ko'ra, joriy yilda 20 nafar fuqarodan 3 tomonlama shartnomani buzgani uchun 660 million so'm jarima undirilgan. Deportatsiya qilinganlar esa davlat bergan barcha imtiyozlarni qaytarib berishi shart bo'ladi. Shuningdek, ular 1 yil davomida xorijga tashkiliy tartibda yuborilmaydi.